Nega dunyo okeanlari birlashib bitta ulkan suvga aylanib ketmaydi? Ularni ajratib turgan bu ko'rinmas devor nima? Yer yuzining 70% suv. Dunyo dengizlari bir-biri bilan tutashgan bo'lsa-da, nega ularning har biri o'z rangi, o'z tuzilishi va o'z jonivorlarini saqlab qoladi? Nega ular bir-biriga qo'shilib bitta bo'lib ketmaydi? Bu savolga javobni ming yillar davomida insoniyat izladi. Lekin Alloh taolo Rahmon surasining 19-20 oyatlarida bu sirni qisqagina, ammo hayratlanarli tarzda ochib bergan edi. Zot ikki dengizni bir-birlari bilan uchrashadigan hollarida yonma-yon oqizib qo'ydi. U ikkisining o'rtalarida bir to'siq bo'lib, ular o'sha to'siqdan oshib o'tmaslar. Bu shunchaki ikkita dengizning tatishuvi emas. Dunyo bo'ylab millionlab kilometr masofada suvlar oqyapti. Ularning har biri o'z qonuniga ega. Har birining o'z harorati va sho'rlik darajasi bor. Agar Alloh taolo bu to'siqlarni qo'ymaganida edi, dunyodagi barcha suvlar aralashib ketib, okeanlarning kimyoviy tarkibi buzilar va u yerdagi tiriklikning yashash muhiti yo'q bo'lar edi. Bu Alloh taoloning suvlar ustidagi buyuk intizomi va mukammal muvozanatidir. Har bir dengiz o'z chegarasini aniq biladi va o'z hududida sobit turadi. Bu to'siqlar suvning harakati, zichligi va kimyoviy xususiyatlaridagi Alloh belgilab qo'ygan cheksiz qonuniyatlardir. Bu muvozanat shu qadar aniqki, million yillar o'tsa ham dengizlar o'z chegarasini bir qadam ham tark etmaydi. Har bir tomchi suv Allohning qudrati bilan o'z o'rnida va o'z vazifasida. Bu nafaqat tabiat hodisasi, balki butun olamni tartib bilan boshqarib turgan Alloh taoloning cheksiz hikmatidir.